Ushbu loyiha Sayxunobod tajribasi asosida Mikrokredit bank aksiyadorlik tijorat banki, Toshkent viloyati Piskent bank xizmatlar markazi hamda Toshkent viloyati Piskent tumanidagi Mingtepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 670-sonli konturga asosan yer maydonimizga uzum bog'i barpo qilingan. Maydon hajmi 11 gektar bo'lib, uzunligi 501,2, bo'yi esa 221,26 maydonda uzum bog'larimiz zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. May oyining boshida uzum barglari qadoqlanib sotiladi hamda uzumlar sug'oriladi. O'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihamizga 9 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1,1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Ushbu loyihamizni samarali amalga oshirish uchun Piskent Mingtepa bog'lari ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, umumiy miqdorda esa 200 tonnadan oshiqroq hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda kooperatsiyani yanada rivojlantirish va ko'proq daromad olish reja qilinmoqda.